Bugun men sizlarga tayyorlash usuli oddiy, birlik ko'rsangiz o'g'ni oladigan xogo tayyorlash usulini olib keldim. Qani, ketdik. Oldi bilan azab ashti marketiga xogo materiallardan bir bo'laq tayyor qilib oldim. Qo'yning qo'rg'ishdan 1,5 kilogram, quyruq may 100 gram. To'g'ralgan so'ng piyoz, zanjir, samsaq, ochiqlaza, qurishlardan xuajo, bajo, shango, shangye, beyko, sogo, chilan, yumishtalgan xongshu pintosi, yangyo, mogo, yubasay, oqbasay, sinsay. Ko'pchilikniki meni rag'batlantirish yuzidan yurak belgisini besib, jiq-jiq gul avat qo'shinlarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Qozonga 50 gram qichimi qo'yib, yuqoqi xurishlarni birdak silib, Dobenjang, Huangdojang, Loganma, to'g'ralgan qo'yning quyruq mayi, so'ng piyoz, zanjir, samsaqlarni silib bir oz aralashtirib, qo'rib butunlay xurishlarning ta'mi chiqib bo'lgandan keyin bir qo'shiq tuz, oqma silib biroz qaynatib suv tarkib etgandan keyin yuqoqi xurishlarni so'zib elib qozonga suv quyib, qo'yning qo'rg'ishini silib, qaynaganda ko'pikini pakiz elib etib, so'ng piyoz, zanjir, tuz silib normal o'tda 20 minut qaynatib sho'ribning ta'mini chiqarib olamiz. Bir tarafiga ochiqlaza, so'ng piyoz, zanjir, samsaq, chilan, ochiq tarafiga o'zimiz tayyor qilib olgan tam xurishni qo'yib, bir qo'shiqdan zima, jijing, zir silib, tayyor qilib olgan qo'ygi sho'ribsini ikki tarafiga o'xshash qilib to'kib, qozon qaynaganda yuqoqi tayyor qilib olgan sayko'ktatlar, ya'ni xogo yemaklarni rad tartibi bo'yicha silib, cho'nglar ballarga mos keltirib bugungi xogoni ikki xil tamda tayyorladik. Bir oila kishilari jam bo'lib, xotirangni jam qilib yelaydigan ajab oshli xogo vanzirni yap qishinglarni tavsiya qilaman.